Tramp Eron uchun allaqachon yangi rejani tayyorlab qo'ydimi? Oq uyda eng keskin ssenariylar muhokama qilinmoqda. Putin uchun hal qiluvchi lahza kelgani aytilmoqda. Rossiya bo'yicha yangi bahs boshlandi. Hamasning oliy harbiy rahbari nishonga olingani aytilmoqda. G'azoda yangi keskinlik boshlandi. AQSh Tayvandan ortga chekinyaptimi? Donald Tramp kutilmagan gaplarni aytdi. Toshkentda qoidabuzarlik bo'yicha rekord o'rnatgan shovvoz aniqlandi. JSST hantavirus haqida yangi ma'lumot e'lon qildi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki Uzcard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. Tramp Eron uchun allaqachon yangi rejani tayyorlab qo'ydimi? Oq uyda eng keskin ssenariylar muhokama qilinmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati agar diplomatik sa'y-harakatlar muzokaralarida biror natijaga olib kelmasa, Eronga qarshi harbiy zarbalarni qayta boshlash ssenariylarini ishlab chiqmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib New York Times xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Trampning maslahatchilari keskinlik kuchaygan taqdirda yanada kengroq ko'lamli bombardimonlarni o'z ichiga olgan zarbalarni qayta tiklashning ehtimoliy rejalarini allaqachon tayyorlab qo'ygan. Shu bilan birga manbalarning ta'kidlashicha, Amerika prezidenti hali yakuniy qarorni qabul qilmagan. Bunga parallel ravishda bir qator davlatlar Tehronning Hormuz bo'g'ozini qayta ochishga undaydigan va Oq uy operatsiyasining siyosiy muvaffaqiyatini e'lon qilish imkonini beradigan o'zaro kelishuvga erishishga harakat qilmoqda. Tramp jurnalistlarga Eronning so'nggi tinchlik taklifi nomaqbul ekanini, AQSh manfaatlariga mos kelmaydigan tashabbuslarni muhokama qilishga tayyor emasligini ta'kidlagan. NET yozishicha, harbiy rejalar Eronning harbiy infratuzilmasiga kengaytirilgan aviazarbalar berishdan tortib, yer osti yadroviy obyektlarga qarshi maxsus operatsiya kuchlaridan foydalanishgacha bo'lgan bir nechta variantni o'z ichiga oladi. Mintaqaga allaqachon 10 minglab amerikalik harbiylar, aviatashuvchi guruhlar, jangovar shay holatdagi samolyotlar to'plangan. Eron tomoni o'z navbatida javob choralariga tayyorligini bildirib, har qanday yangi tajovuzga qat'iy javob qaytarilishi haqida ogohlantirmoqda. Putin uchun hal qiluvchi lahza kelgani aytilmoqda. Rossiya bo'yicha yangi bahs boshlandi. Ukraina jang maydonida ustunlikka erishayotgan bir paytda Yevropa Kremlning tuzog'iga tushmasligi kerak. Yevropa davlatlari Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlamasligi va mamlakatga bosim o'tkazishi lozim. Bu haqda Estoniya tashqi ishlar vaziri Margus Tsanka bayonotiga tayanib Bloomberg xabar berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti inqirozga yuz tutmoqda. Urushning 5-yilida Rossiya armiyasi muvaffaqiyatga erisha olmayapti. Shu sababli Moskva Yevropa davlatlari bilan aloqa o'rnatishga harakat qilmoqda. Tsanka Moskvaga yordam berish o'rniga sanksiyalarni kuchaytirish kerakligini aytdi. Hozirda AQShning Ukrainadagi urushni to'xtatish borasidagi harakatlari deyarli to'xtab qolgan. Washingtonning bor e'tibori Erondagi urushga qaratilgan. Yevropa esa Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun eng ko'p xarajat qilmoqda. Biroq diplomatiyadan chetda qolyapti. Bu Yevropa uchun tashabbusni qo'lga olish imkoniyatini ham bo'lishi mumkin. Ammo Estoniya vaziri bunday fikrlashni juda xavfli deb baholadi. Rossiya zaiflashgani uchun hamma Moskvaga shoshilishi va muzokara boshlashi kerak degan g'oyani yoqlamaymiz. Hozir buning vaqti emas, deya qo'shimcha qilgan u. Oxirgi vaqtlarda Yevropada Moskva bilan aloqalarni tiklash harakatlari kuchaygan. Fevral oyida Fransiya tashqi ishlar vaziri Moskvaga borib, Rossiya rasmiylari bilan uchrashdi. Yevropa kengashi rahbari Antonio Costa ham Rossiya bilan muzokaralar o'tkazish imkoniyati borligini aytdi. Finlandiya prezidenti Alexander Stubb ham Rossiya bilan gaplashish vaqti kelganini bildirdi. Biroq Margus Tsanka Rossiya prezidenti Vladimir Putinning imkoniyatlari tugayotganini ta'kidlamoqda. G'arb sanksiyalari o'z samarasini beryapti. Rossiya armiyasi katta yo'qotishlarga uchramoqda. Ukraina esa Rossiyaning neft obyektlariga muvaffaqiyatli zarbalar beryapti. Estoniya vazirining so'zlariga ko'ra, Rossiya ichida ham muammolar ortib bormoqda. Mobil internetdagi uzilishlar va iqtisodiy qiyinchiliklar aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Yaqinda Putin Yevropa ittifoqidagi muhim ittifoqchisidan ayrildi. Vengriya bosh vaziri Orban saylovlarda mag'lub bo'ldi va hokimiyatdan ketdi. Shundan so'ng Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketini qabul qildi. Shuningdek, Ukrainaga 90 milliard yevro miqdorida kredit ajratish tasdiqlandi. Ilgari Budapesht bu qarorlarni to'sib kelayotgan edi. Hamasning oliy harbiy rahbari nishonga olingani aytilmoqda. 15-may kuni G'azo shahriga zarbalar berildi. Isroil mudofaa armiyasi va xavfsizlik agentligining qo'shimcha bayonotiga ko'ra, hujumda Hamasning oliy rahbari Iz-ad-Din al-Haddad o'ldirilgan. G'azodagi favqulodda xizmatlarning ma'lum qilishicha, 15-may kungi zarbalar oqibatida kamida 7 kishi halok bo'lgan. Yana 50 dan ortiq odam jarohatlangan va Al-Shifo shifoxonasiga olib borilgan. Keyinchalik Isroil harbiylari Al-Haddad aniq zarba natijasida o'ldirilganini tasdiqladi. Reuters agentligining xabar berishicha, 16-may kuni G'azo shimolidagi masjidlar ham Al-Haddadning o'limini e'lon qilgan. Biroq Hamas bu bo'yicha hozircha rasmiy bayonot bermadi. Isroil Al-Haddadni 2023-yil 7-oktyabrda Hamas boshchiligida uyushtirilgan hujumning asosiy g'oyaviy mualliflaridan biri va tashkilotchisi deb ayblagan. Shuningdek, u hujumdan keyin garovga olinganlarni ushlab turishda ayblangan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. AQSh Tayvandan ortga chekinyaptimi? Donald Trump kutilmagan gaplarni aytdi. AQSh prezidenti Donald Trump Tayvanni Xitoydan rasman mustaqillik e'lon qilishdan qaytardi va ogohlantirdi. U bu haqda Xitoy prezidenti Si Szinpin ogohlantirish doirasida va Pekin safaridan qaytganidan keyin ma'lum qildi. Men kimningdir mustaqillikka erishishini istayotganim yo'q, bilasizmi? Biz urushish uchun 9,5 mil yo'l bosib o'tishimiz kerak ekan. Men buni istamayman. Men ularning tinchlanishini xohlayman. Xitoyning ham tinchlanishini istayman, dedi AQSh prezidenti 15-may kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida. Tayvan prezidenti Lai Ching-te avvalroq bayonot berib, Tayvan o'zini allaqachon suveren davlat deb hisobladi. Shu sababli u rasmiy mustaqillik e'lon qilishiga ehtiyoj yo'q degan edi. AQSh uzoq vaqtdan beri Tayvanni qo'llab-quvvatlab keladi. Qo'shma Shtatlar qonunlariga ko'ra, Washington bu orolni o'zini o'zi mudofaa qilish vositalari bilan ta'minlashga majbur. Biroq Oq uy bu ittifoqchilikni Xitoy bilan diplomatik aloqalarni saqlab qolish bilan muvofiqlashtirishga majbur bo'lmoqda. Pekin Tayvan prezidentiga nisbatan ochiqchasiga salbiy munosabat bildirib keladi. Xitoy rasmiylari uni avvalroq g'alvachi va bo'g'ozlar aro tinchlikni buzuvchi deb atagan edi. Ko'plab tayvanliklar o'zlarini alohida davlatning bir qismi deb hisobladi. Biroq ularning aksariyati status quoni saqlab qolish tarafdori. Ya'ni Tayvan Xitoydan mustaqillik ham e'lon qilmaydi, unga qo'shilmaydi ham. Trump Fox News nashriga bergan intervyusida AQShning bu masaladagi siyosati o'zgarmaganini yana bir bor ta'kidladi. AQSh prezidenti Washingtonga qaytishda jurnalistlar bilan gaplashdi. U Szinpin bilan ushbu orol haqida ko'p gaplashganini aytdi, ammo AQSh uni himoya qiladimi yoki yo'qmi, bu haqda gapirishdan bosh tortdi. Trampning aytishicha, Szinpin orol masalasiga juda jiddiy yondashadi va mustaqillikka urinishlar ko'rinishini xohlamaydi. 14-15-may kunlari bo'lib o'tgan uchrashuv davomida Szinpin Trampni ogohlantirgani haqida xabar berilgandi. Tayvan Xitoy AQSh munosabatlaridagi eng muhim masaladir. Agar bunga noto'g'ri yondashilsa, ikki davlat to'qnash kelishi, hatto mojaro yuzaga kelishi mumkin, degan Xitoy raisi. Tayvan tufayli Xitoy bilan mojaro kelib chiqishini taxmin qilyapsizmi degan savolga Trump javob berdi. U yo'q, men unday deb o'ylamayman. Menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Szinpin urush bo'lishini xohlamaydi, dedi. Toshkentda qoidabuzarlik bo'yicha rekord o'rnatgan shovvoz aniqlandi. Toshkentda Matiz 1 yil ichida 912 marta qoida buzgan Matiz haydovchisiga 331 million so'm jarima hisobladi. Bu haqda Majburiy ijro byurosi xabar berdi. Aniqlanishicha, qarzdor fuqaroga tegishli Matiz rusumli avtotransport vositasi bilan 2024-yil aprel oyidan bugungi kunga qadar yo'l harakati qoidalari qo'pol ravishda va muntazam buzib kelingan. Oqibatda jami 912 ta ma'muriy jarima rasmiylashtirilib, 311 million so'mdan ortiq qarzdorlik yuzaga kelgan. Qarzdorlik yig'ilib borgan va avtomashina qidiruvga berilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv va majburiy ijro harakatlari natijasida ushbu Matiz rusumli avtomashina topilib, 15-may kuni jarima maydoniga joylashtirilgan. JSST hantavirus haqida yangi ma'lumot e'lon qildi.
Genetik tahlillar va avvalgi namunalar bilan solishtirilganda hozircha hantavirusning osonroq yuqa boshlagani yoki kasallikning yanada og'irroq kechishiga sabab bo'layotgani belgilari aniqlanmagan. Bu haqda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti eksperti Mariya ma'lum qildi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, Hondios Mivi kruiz kemasiga hantavirusning Janubiy Amerikaga xos bo'lgan varianti Andes shtammi olib kirilgan. U odatda to'g'ridan-to'g'ri kemiruvchilardan, masalan, chang tarkibidagi tezak zarrachalari orqali yuqadi. Tashkilotning taxmin qilishicha, birinchi bemor niderlandiyalik yo'lovchi bo'lib, u Argentinada kemaga chiqishdan avval Janubiy Amerikaning quruqlikdagi hududida yuqtirib olgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u kruizdan oldin qushlarni kuzatish jarayonida kemiruvchilar bilan aloqada bo'lgan bo'lishi mumkin. Genetik tahlil shuni ko'rsatadiki, qolgan kasallanish holatlari ehtimol odamdan odamga yuqishi orqali sodir bo'lgan. Niderlandiyalik fuqaro va uning rafiqasi vafot etgan. Shuningdek, hantavirus Mivi kemasining Germaniyadan bo'lgan yana bir yo'lovchi ayol ham hayotdan ko'z yumgan. Jami 10 kishi virusni yuqtirib olgan bo'lib, ulardan 8 tasi laboratoriya sharoitida tasdiqlangan. Kemada 150 ga yaqin kishi bo'lgan, ular hozirda karantinga olingan. Kasallikning yashirin davri 40 kundan ortiq davom etishi mumkin. Ko'rilgan chora-tadbirlar tufayli ushbu kasallik tarqalishi tez orada bartaraf etilish ehtimoli juda yuqori. Buning ustiga kemadagi barcha turistlar sog'liqni saqlash tizimi rivojlangan, sanoatlashgan davlatlardan. Hozirda ularning barcha aloqalari aniqlanib, karantin choralari ko'rilmoqda. Shu sababli men ushbu avj olish to'xtatilishini taxmin qilyapman, deydi Galvesdagi Texas universiteti tibbiyot bo'limi virusologi Aleksandr Bukreyev. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.